Assalomu alaykum. Darsimizni tanishtirsak. Biz bu qitimliq darsimizda appga tizimlik stol qo'shish, ya'ni mana Maya'dagiga o'xshash tizimlik stol chiqish darsini so'zlab o'tmoqchi. Biz ID'ni qo'zg'atgandan keyin yangidan bir hujjat quramiz. Mana ismini men menu deb qo'yay. Endi biz Maya'dan Maya bilan aytishmayli bo'lmasa. Maya'dan tizimlik stolni qo'shamiz. On create options menu. Mana biz chekdan keyin biz avtomatik mana o'zining hujjatlarini kodlarini qurib beradi. Yo'q. Mayaga tizimni qo'shamiz. Oldidagi gruppa nomeri. Uning keyindagi ID nomeri. Uning keyindagi red nomeri. Andin bu yerga ismini kirgizamiz. Masalan, Kunupka bo'lsin. Yana Mayagmo yana bir qo'shay. Bir keyindagi o'ttardagi ID nomeri o'xshash qaz bo'lmaydi. 2 2 Mayaga chekinish deb yozib qo'yay. Endi bo'ldi. Biz Mayaga tizimli chiqarishimiz oxirlashdi. Mana shunday oddiy. Buni unumini ko'rib baqilay. Tizimli knoppasini basaymi? Bastım, mana chiqdi. Bularni bassak unum bo'lmaydi, lekin biz bularning chekilish adresiga kod yozmadik shunga. Endi biz bularning har birisining chekilish adresiga kod yozamiz.
Endi mayaga switch deb yozamiz. Ondan keyin tirnoq ochamiz. Ondan keyin yana cho'ng tirnoq ochamiz. Keyin cho'ng tirnoq ochamiz. Ma'ning ichiga endi item ticket get item ID deb qo'yamiz. Endi mayaga case deganimizning ID'si 1. Ondan keyin qo'sh chekida cheklik 5 emas. Bunun keyiniga biz birinchisi nima degan to'q, knopka degan to'q deymiz. Toast jo'rni chiqarlar. Toast jo'rni chiqarishni oldingi soatlik darsimizda so'zlagan. Toast mayaga tash qo'yamiz. Knopka chekildi. Ondan keyin yana tash qo'yamiz. Show alsak bunu ko'rsatamiz. Endi bu itemning oyoqlashtiramiz. Break misol. Break. Cheklik 5. Endi yana case orqali mayaga chekib qo'yamiz. Ondan keyin ma'ning ostiga men chekinish degandan keyin chekinayotgan kodni yozay. Bu tizimni qo'shish mush şekilde. Mani oyoqlashtirmoqda. Bu nayt to'limi oddiy. Oson usulda so'zladim. Ko'pchilik tushunsin deb. Endi buning unumini ko'rib boqinglar. Endi men knopka deganni chekib boqay. Knopka chekildi. Uçtur chiqdimi? Chiqdi. Endi cheksam yana chiqdi. Endi men chekinishni chekib boqay. Chekinish bassam ko'zlarni taqib berdi mana. Tizimli qo'shish darsligimiz bu yerda oxirlashdi. Ko'pchilik rahmat.